Mercedes logolu antenada bugun sizlarga BMW i4'imizni obzor etib beramiz. Xullas mashinamiz tayyor bo'ldi. Istoriyada kuzatib boradingizlar. Bu mashinamizni asl seviyati yashil edi. Biz buni esa bordoviy mate broneplyonka bilan qoplab berganmiz. Kapotlar esa karbonoviy bo'ldi. Bampoliuretan plyonka. Xullas mashinamiz o'ta go'zal bo'lib chiqdi. Ko'chada yurishini video davomida kuzatsangiz bo'ladi. Mashina yaqqan bo'lsa, pastdagi yurakchani, mashina rangini o'zgartirib qo'yamiz. Salon qismini esa 11 poliklardan tashlab berganmiz. Sidinalarni o'zini salonning setidagi nakitkalardan qo'yib berdik. Xullas, chotki bo'lib chiqdi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Haydash uchun bu mashinani haydab ko'rdim, lekin prosta raketa ekan, 3-8 sekundda 100 chiqadi ekan. Hamma shunday mashinani olib minish nasib etsin. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, komfortingda kutib qolamiz. Sifatli xizmatlar bilan sizlarni xursand qilamiz.